Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida mahallalarda yoshlarni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa bu jarayonda nuroniylarning faol ishtirok etib, shaxsiy namuna ko'rsatayotgani yoshlar uchun haqiqiy ibrat bo'lmoqda. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar haqida muxbirimiz Behzod Jo'raboyev lavhasida so'z boradi. Oltiariq tumanidagi Eskarab qishlog'iga borsangiz, mo'jazgina boks klubiga ko'zingiz tushadi. 74 yoshni qoralayotgan Ibrohimjon Po'latov asos solgan sport zal mahalla yoshlarining sevimli maskaniga aylangan bugun. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida ish tutib, mahalla yoshlarini sog'lom turmush tarzi bilan yashashga undagan otaxon hozirda chempionlarni tarbiyalashda viloyatda yetakchilar safida bormoqda. Prezidentimiz tomonidan biz nuroniylar uchun juda katta sharoitlar yaratib berilyapti. Ko'rsatilayotgan bu e'tibor biz oltiariqlik nuroniylarga ham quvontiryapti. Bizning mahallamizning yoshlari boksga juda qiziqadi. Sport klubini ochganimizda 5-10 ta bola shug'ullangan bo'lsa, hozirga kelib 50-60 ta sportchilar shug'ullanishyapti. Viloyat chempionlari chiqyapti. O'zbekiston chempion qatnashchilari bor. Mana yaqinda bo'lgan O'zbekiston chempionatida faxrli 3-o'rinda Hoji Kamol degan bolamiz oldi. Juda xursandmiz. Sog'lomlashtirish markazida qishin-yozin shug'ullanish sharoiti yaratilgan. Mashg'ulotlarga yillar davomida katta tajriba to'plagan murabbiylarning jalb qilingani kun sayin qishloq yoshlari orasidan chempionlarni chiqarmoqda. Bir paytlar tuman birinchiligi musobaqalarida qatnashib, yuqori natijani qayd etishni orzu qilayotgan yoshlar bugun O'zbekiston chempionati sovrindorlariga aylanishmoqda. 3 yildan beri shug'ullanaman. Faoliyatim davomida men O'zbekiston chempionatida o'rinlarda oldim. Men uchun 2026-yil omadli boshlandi. Toshkentda o'tkazilgan respublika chempionatida men faxrli 3-o'rinda qo'lga kiritdim. Mening maqsadim terma jamoaga a'zo bo'lib, xalqaro musobaqalarda qatnashish. Ayni paytda Oltiariq Oltin qo'lqop klubi yoshlari joriy yilga o'tkaziladigan musobaqalar, xususan Olimpiya cho'qqilari bellashuvlariga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Maqsad yo'lda qilinayotgan jiddiy taraddud esa ko'zlangan natijani qayd etilishida munosib samara beradi.